Jonim, xotiningiz bilan ajrashsangiz, xotiningiz bermagan mehr o'zim beraman sizga. Bilaman jonim. Sen bana boshqachasan. Baba yo'l sizni telefoningizga telefon qilib jonim qattasiz do'sti. Menga qaragin, og'riq paytida do'stlarga bitta gap aytamadim, aytolmay yuruvdim. Nima gap aytolmay yuruvdingiz? Huzuligingga qaragin. Men sen bilan ajrashaman. Xudo jazoingizni bersin sizni. Kelinni ketqizib bekor qilding-de. Ana hayotimga aralashib nima qilasizsiz? Jonim, aytganingni qilib uyda haydab oldim. Jon, yaxshi qilibsiz, ozgina muammoyim bor edi. O'zim yetsa, o'zim hal qilaman, ha? $5000 kerak edi, shuni hal qilib bering, jon. Hozir unaqa pulim yo'q, lekin sen uchun hali moshinamni sotib olib kelaman. Xo'p, jonim. Kechroq kutaman unda sizni. Haliyam bo'lsa kelinimni olib kela qol. Shu kechmasmikan? Nevaralarimni ham sog'inib ketdim. Kelinimni olib kela qol bolajonim. Xo'p, onajon. Hozir borib olib kelaman. Xo'p, bolam. Adajoniyga keldilar. Boringlar adajoniyga. Achoq qilib qo'yinglar qani. Onajonisi mashinaga chiqib ovqatlangani boramiz. Ko'chadagi o'ynashga ishonib, xotinsiz qolmaylik. Uyimizdagi juft halolimizdan qo'ymasin.